Birinchi iyuldan Rossiyaga musofirlar kirib kela oladimi? Avvalambor assalomu alaykum. Ruid ilovasidan bilasizlar, qanday qiyinchilik olishdi chiqargandim oldingi videomizga. Ko'pchilik kommentariyarimizga yozishyapti. 1-iyuldan qiyinchilik hozir ilova ishlamayapti. Qiyinchilik ola olmaymiz. O'shanga Rossiya Federatsiyasiga qiyinchilik olmasi chiqolamizmi degan savollar bizning kommentariyamizga, gruppamizda yana lichkalarimizga ham ko'payib ketdi. O'shanga bir qator sizlarga maslahat chiqqan qonunlarni bir qator aytib o'tmoqchiman. 26-sanaga kechga yaqin chiqdi O'zbekistondagi Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasidan. U ixtiyoriy, bu test rejimda ishlayapti. Ruid ilovasi ko'pchilik kirganligi bois ishlamay qolyapti. O'shani bois qiyinchilik olib bo'lmayapti. Uni olmasdan ham kelsangizlar bo'ladi. Bemalol qo'rqishga hojat yo'q. Bemalol kirib kela olasizlar. 1-iyunga olasizlarmi, 10-iyunga olasizlarmi, bemalol kirib kela olasizlar. Bizni kuzatishga davom etinglar. O'zbekistondan kelayotgan tanishlaringizga tashlab qo'yinglar. Bundan o'zga yangiliklarni bek aviakassa ishchilari chiqarishga harakat qiladi.